Bizi Qush adasiga keldik. Qanaqa Qush adasi? Hali ham Samarqanddasiz. Samarqand. Azizlar, biz Qush adasidamiz. Biz hozir Qush adasini markaziga keldik. Bu joy marina deb aytilarkan, o'ng tomonimda marina, ya'ni yaxtalar to'xtaydigan joy bor ekan, birgalikda ko'ramiz. Tam severim, sevdim mi ben, gözü kapalı geçerim ateşten. Aşk gelir her şeyden önce. Yoktur kitabımda, yoktur öyle yarım, öyle eksik sevmek. Ya hep ya hiçtir bende. Kalbim titremeden olmaz asla. Lamıcım yok pır edecek illa. Vurgununa razıyım aşkın, yüzmemden sığ sularda. Benzemem kimseye beni. Sardor aka, Turkiyaga kelib, Qush adasiga kelib, Iskandar yemasdan ketish xato bo'ladi. Ya. Hozir men sizni Qush adasidagi eng zo'r Iskandar qiladigan joyga olib boraman. Seni ya. Bilasizmi, turk xalqi juda ham choy ichishni yaxshi ko'rishadi. Men ham ularning choyini yaxshi ko'raman. Ular bilsanglar, choyni boshqacha damlashadi. Birinchi oddiy suv quyishadi, ustiga yana kichkina choyni edi, choyni, quruq choyni solib, qanaqadir parda qaynatib, o'shani aralashmasini choy qilib ichishadi. O'shaning uchun ularning choyini mazasi boshqacha. Keyin ularda mana bizda choy aralashtirganingizda sekin aralashtirasiz-ku. Ular mana qilib aralashtirishadi. Bu ular uchun normal holat. Paytdan foydalanib mana o'zi bardak choyini issiq ichishadi. Men sal qiynalaman issiq ichgani. Lekin ta'mi zo'r. Даже serialni ko'radiganlar bo'lsa, tavshan qoni gibi deydi. Quyonni qoniga o'xshagan rang qilib choy damlagin deyshadi. Ya'ni ular to'qroq choy ichishni yaxshi ko'rishadi. Yetar. Tashakkurlar. Ustidan sariyog' quyib berishdi. Sevaman dey Iskandarni, sevaman. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtlari sal kattaroq ekan, maydalab olaman. Ozgina go'shidan, tegidagi nonidan, mana qilib suzmasidan surib. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Iskandarni yemabsiz, dunyoga kelmabsiz. Hattoki men bu qalampirlari ham achchiq bo'lmaydi. Qo'rqmasdan yesangiz bo'ladi. Of deydi turklar maza qilganda, of. Qorinni ham to'qlab oldik. Endi bo'lsa Qush adasini eski shaharini aylanamiz. Qush adasida mana shunaqa kichkina, chiroyli, asal, rang-barang bo'lgan ko'chalarni uchrashingiz mumkin. O'zbek xalqi o'zini chaqchuqlari bilan mashhur bo'lgani kabi, turk xalqi ham o'zini chaqchuqlari bilan mashhur. Uydagilaringizga mana shunaqa yong'oqlar olishingiz mumkin bo'ladi. 93 TL. Bu necha pul ekan? Sardor aka, bu turklarni holvasi. Bu holvani mazasini yeb ko'rganimda qachonlardir Farg'ona viloyatida yegan pashme holvasini mazasini eslatdi. Hozirgi kunda bunaqa maza yo'q. Aynan o'sha eski davrdagi pashme holvasini mazasi keladi shu holvadan. Narxi 93 TL ekan, $3 atrofida.
bizni sizlar bilan Fantaziya Deluxe otelidamiz va turgan joyimiz bu otelni standart xonasi, 2 kishilik xona. Ahamiyat bering, kravat juda ham udobniga o'xshaydi, mazza qilib uxlashingiz aniq. Mehmonlar uchun choy, kofe, suv, tefal choynaklari ham bor. Kichkina asal televizor bor. Men ancha bo'ldi bunaqa kichkina televizor ko'rmaganimga. No, asosiysi biz siz bilan televizor ko'rgan emas, Qush adasi kurortida mazza qilib dam olish uchun kelamiz. Xonani eng menga yoqadigan tomoni bu bizda balkon. Balkonni hozir men sizga ko'rsataman. Balkonga gap yo'q. Toza havo, dengiz manzarasi, bundan ortiq yana nima kerak? Aytishlaricha, Qush adasi Turkiya regionlarining ichida eng salqini hisoblanar ekan. Bunga sabab aynan bu region tog'li hududda joylashgan. Aynan yoz oylarida dam olish uchun juda ham ma'qul keladigan joylardan bittasi deb men hisoblayman. Fantaziya Deluxe oteli juda ham zo'r otel ekan. Zo'r bo'lishiga bir necha sabablar bor. Bu all inclusive konsepsiyada ishlashi, ya'ni bu all inclusive deganda 5-6 mahal ovqatlanish. Undan tashqari ularda iyun oylaridan boshlab a la carte restoranlar ham ishga tushar ekan. A la carte restoranlardan bittasida siz bemalol bepul ovqatlanish imkoniyatiga egasiz. Faqat buning uchun kamida 7 kecha yashashingiz kerak bo'ladi. A la carte restoraniga yozilish uchun reception yonidagi guest relation xodimlariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari bolajonlar uchun mini klublar bor. Yoshi kattalar uchun voleybol, tennis va shunga o'xshash o'yinlar bilan vaqtingizni maroqli o'tkazish uchun imkoniyat yaratilgan. Undan tashqari ayollar spaga kirishishi bo'ladi. Trenajyor zallari bor. Turetskiy hammomlari bor. Turetskiy hammomda bepul ekan. Yuring Sardor aka, men sizga otelning boshqa qiziqarli joylarini ham ko'rsataman. To'xtang, bu restoran a la carte restoranlarga kiradimi? Yo'q, bu turgan joyimiz snack bar. Aynan obed paytida ovqatlanishga ulgurmagan odamlar bu yerda yengil taomlarni tanovul qilishsa bo'ladi. Orqaga qarasangiz, dunyodagi eng chiroyli, go'zal manzarani ko'rasiz. Bu yerda basseyn, basseyndan keyin esa dengiz. Biz hozir basseynli tomonga yo'l olganmiz. Siz bilan kattalar uchun basseyn alohida, kichkinalar uchun alohida. Agar mana bunaqa o'tiradigan joylarni ko'rsanglar, demak otel o'z reputatsiyasi haqida qayg'uradi va har bitta turist hayoti, xavfsizligi ta'minlangan. Chap tomoningizda bolajonlar uchun 40 santimetrlik kichkinagina basseyncha bor. O'ng tomonimda esa eng chuqur basseyn, bu 3 metrli basseyn. Kechqurungi shou dasturlari aynan shu yerda bo'ladi. Bu otel amfiteatri. Manzarani qarang, manzarani.
Bu xona aynan ko'p bolali oilalarga to'g'ri keladigan xona. Bu xonada maksimalni 3+1, ya'ni 3 ta katta va bitta bola yoki 2 ta katta 2 ta bola yoki 3 ta katta bitta chaqaloq va bitta bola joylashsa bo'ladigan katta semeyniy xona juda ham qulay. Shunchaki maza qilib gap sotib o'tirish uchun ham uголок bor. Undan tashqari tefal, suv, choy, kofe va shunga o'xshash narsalar ham bor. Yana bitta momenti bu bar. Kamerachi amaki, eng yaxshi ko'rgan narsam bu balkonda. Ertalablari bo'tda o'tirib, kofe ichib, mazza qilib, manzaradan, toza havodan bahramand olsangiz bo'ladi. Menga manzara juda ham yoqdi. Easy Booking tavsiya etadi. Otelda asosiy restorani soat 7 dan 9 ga qadar ishlaydi. Bemalol xohlagan ovqatni olib tanovul qilishingiz mumkin. Voy, har xil mevalar bor ekan. Xullas, aynan sizni to'g'ri eshityapsiz. Aynan sizni maza qilib dam olishingiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Easy Booking tavsiya etadi. Easy Bookingga kelgan har bitta turagent shu infoturlarda qatnashib, masalan, ko'rgan, eshitgani esida qolishi kerak-da. Juda ko'p informatsiya bo'lganda har doim miyada ushlab qolish qiyin. O'shaning uchun mana shunaqa bloknotlar qilganmiz. Aynan shu bloknotlarga yozib, hamma narsani muhrlab ketishadi. otelidamiz. Ko'rib turganingizdek, hamma mazza qilib dam olyapti. Yoshi kattalar, yoshi kichkinalar hamma uchun animator o'z xizmatlarini ko'rsatgan holda hammani maroqli dam olishiga yordam beryapti.
dvigatel вообще yoqdi. Bu nima bo'lsa? Menimcha qanaqadir sport aktivitetiga yordam beradigan narsa. Bilganlar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Wow! Xudini dahshat. Ko'rib turganingiz, bu детский площадка, yonida детский basseyn. Menimcha Qushadasi kurortlarini ichida eng zo'r plyajga ega bo'lgan otellardan bittasi deb men Grand Belish deb o'ylayman. Sal qoldi Gretsiyaga ketib qolishimga. Sababi orqamda, ya'ni dengizni u yoq beti Gretsiyani orollari ekan. Qisqasini aytganda, 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kelib bo'lsa ham maza qilib dam olib ketish kerak. Madina qatga keldik. Biz hozir sizlar bilan turistik nuqtaga keldik, ya'ni Qushadasiga kelgan har bitta turist aynan shu yerga kelish kerak. Bu Shirincha qishlog'i. Bu yerda har xil mevalardan vinolar qilinar ekan. Undan tashqari zaytun bilan bog'liq bo'lgan produksiyani ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aka, keling. Albatta. Men yangi biznes boshladim. Hech kimda eshitmagan, ko'rmagan biznes. Bilasizmi, ananasdan vino borligi haqida informatsiya bormi sizda? Sizdan eshitolmayman. Mana qarang. Nimalardan vino qilsa bo'ladi? Masalan, anordan, masalan, qulupnaydan, ananasdan, apelsindan, hattoki qora tutdan vino qilsa bo'lar ekan va bunaqa vinolarni faqatgina siz Shirincha qishlog'iga kelib sotib olishingiz mumkin. Keling, men sizga yaqindan ma'lumot beraman. Informasyon verebilir misiniz? Neden yapıyorsunuz şarabı? Ben orada gördüm, sizde yazılmış çelikten yapıyorsunuz. Tabii, çok çeşit portakaldan. meyveli şaraplarım var. Hiç duymamıştım, o yüzden Karadut, benim için... Böğürtlen, mürdümeri, yaban mersini, vişne, şeftali, çilek. Kendiniz yapıyorsunuz. Meyveli şarapların ilk çıktığı yer Şirince'dir. O yüzden Şirince'de çok popüler bir yapıda olmasıdır. Meyveli şaraplarıyla anılmış olmasıdır köyün. Dünya boyunca birinci Şirince'de. Türkiye'de birinci diyebileceğim. Turkiyada birinchi bo'lib Shirincha qishlog'ida mevadan qilingan sharob chiqarilgan ekan. Aynan biz endi bilgan meva bu, masalan, uzun bo'ladigan bo'lsa, o'sha har xil masalan qora tutdan, anordan qilingan vino. Tatlı aperatif olarak alabileceğiniz özel lezzetlerdeki şaraplardır. Teşekkürler. Bunun yanı sıra üzüm şaraplarımız da çok güzeldir. Sek üzüm şarabı olarak, tatlı üzüm şarapları olarak oldukça geniş bir yelpazemiz vardır şaraplarında. Burada 3-4 tane fabrika var. Bu 3-4 fabrikada Şirince'de değil ama Selçuk'ta, İzmir'de, yakın çevrelerdeki fabrikalarda üretimini yaptırırız. Meyveleri nereden alıyorsunuz? Türkiye'den birçoğu. Türkiye'den. Hani her taraftan meyve gelip meyveli şarap yapıyoruz. Yani Üzüm de aynı mesela şekilde. ananas sizde osmuyor. Yani Ananas bu Migros'lara gelen büyük şirketlerle anlaştığımız işte çatlak olanlar, kırık olanları biz tekrardan alıp geri dönüşüm gibi kullanıyoruz. qarang, Turkiyada o'sadigan mevalardan o'zligi Turkiyadan yig'ib kelib mevadan
sharob qilishar ekan. Ananassi bo'lsa Migrosdan olib kelishar ekan va u ananaslar yorilgan, qaytadir qirilgan bo'lar ekan, uni qaytadan ishlab sharob holiga keltirishar ekan. Qushadasi xalqi aynan bayram kunlari mana shu bozorchaga kelib aylanishar ekan va o'zlarini vaqtlarini o'tkazishar ekan. Aytishlaricha shunaqa odam ko'p bo'lar ekanki, ularning gapini eshitib, bilasizmi nima esimga tushdi? Kichkina paytimda 1-sentyabrdan oldin ipodrom bozoriga forma olgani borganda odamlar mana qilib tiqilib yurardi. Xuddi shunaqa ahvolda bo'lar ekan bu ko'cha. Köyün meşhur karadut. İçinde süt ve şeker yok, sorbe bir dondurma. Aha. Yanına da genellikle bal, badem, incir, ceviz, kavun ve karamel çok gidiyor. En sevdiğiniz hangi biri sizin? Bizim, benim. Evet. Şu üçünü çok severek yiyorum. Severek. Farklı olarak böyle ara sıra da şu çikolata kahve var. O çok hoşuma gidiyor. Ama ben karadut denemek istedim. Tadımlık. Tadına bakmak istedim, evet. Nima yeb ko'rmoqsiz? Qora tutli marojniy yeb ko'rmoqchiman. Ben de çikolata, karadut, karamel ve çilek. Çok güzelmiş. Beğendim yani. Freshness, свежесть beryapti. Кислый такой. Bunaqa. Qora tutli и bubblegum. Menga surpriz qilyapti. Oh, okay. You okay? Doğum nasıl oluyor Türkçe söylesene. İyi ki Şarkısı. doğdun. İyi ki doğdun Medina. İyi ki. دری دارم خریدار محبت Men bu yerga kelib точно semirib ketaman. Qarang qanchalik shirinligiga boy davlatda. Qarang, bu yoqqa kelmaski zo'r narsa ko'rsataman. Qatta ko'rdim. Mana nima deb o'ylaysiz? Quloqmi? Qanaqa quloq? Bu anaqa archani mevasi shishka. O'zbekchada nima bo'ladi shishka? Shishka deb qo'ying. Shishka bo'lsa. Kommentariyada yozib qo'yinglar, iltimos. Shishka, ya'ni archani mevasi nima bo'ladi o'zbek tilida? Burada görmüş olduğunuz dükkandaki tüm reçellerin %60'ı kendi tarlamızın, bahçemizin ürünleri. Tek başına bu binanın en üst katında imalathanede eşim tarafından yapılmaktadır. 550 çeşit sadece reçel çeşidimiz var. Artı Tarım Bakanlığı'ndan onaylı tecilli markamız. Yani sizin Sarmaşık doğal köy ürünleri bizim patentimiz. çok güzel. Şu şey nedir? Orada Aromatik baharatlar görüyorum. Zeytinyağının içerisinde çeşitli aromatik yağlarımız. Hepsini eşiniz kendisi yapıyor. Evet. Maşallah. Çok zahmetli iş yani. Çok ağır, zor iş. Evet. Ben hiç yapmadım. Siz yani eşiniz güzel. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Ushbu do'kon aynan Turkiyadagi barcha mevalar, sabzavotlardan qilinadigan konserva sotadigan do'kon ekan. Aynan bu do'konni ochilishiga sabab bu do'konni xo'jayinini ayollari uyda qilarkanlar. Aynan shu narsadan boshlab sekin-sekin mana shunaqa do'kon darajasiga yetib kelgan ekan va hamma ko'rib turganlaringizni ayollarini o'zlari qilarkanlar. Mashallah deyishdan boshqa gapim yo'q, chunki bu juda ham qiyin ish.
And you? I'm from Turkey. My name is Edka. I am 14 years old. Hozirgi turgan joyim bu tarixiy joy ekan. Bu xristianlarning qachonlardir cherkovi bo'lgan ekan. 1832-yilda qurilgan ekan. Nomi yo'q ekan. Eng qizig'i, nomi nima deb so'rasam, nomi yo'q. Как tarixiy eksponat qilib qoldirilgan deb javob berishdi. Ketdik. Tarixda aynan shu cherkovga kelgan odamlar o'zini niyatini aytib, o'tga tanga tashlagan ekan. Mana haligacha har xil tangalar, pullar ko'rishingiz mumkin. Bu niyat hovuzi ekan. Biz hozir sizlar bilan Atlantic Holiday Club oteliga keldik. Otel resepsionining yonida shundoqqina market, ya'ni bozorcha bor ekan. Suvenir magazinlar bor ekan. Ayollar agar sumka yengilroq olmoqchi bo'lsa, shunaqa sumkalar. Umuman sayohatga ketayotgan paytda nimadir esingizdan chiqqan bo'lsa, mana shu magazinlardan olsangiz bo'ladi. Hozir biz aynan otelga tegishli bo'lgan akvaparkdamiz. Bu akvaparkka faqatgina bu otelda yashaydiganlardan tashqari, masalan, Qushada siz boshqa otel tanlagansiz, lekin bolalaringizni akvaparkka olib kelmoqchi bo'lsangiz, дополнительно pulga, ya'ni kirish biletlarini sotib olishingiz mumkin va bolalaringiz bilan dam olish imkoniyati bor.
yana bitta kopilkamizga otel qo'shildi. Bu Atlantic Holiday Club oteli. Aynan oilaviy dam olish uchun juda ham to'g'ri keladigan otellardan bittasi. Bu birinchi fakt akvaparki borligi. Ikkinchisi esa ularni dengizini sohili unchalik chuqur emas, ya'ni kichkina bolalar cho'milganida xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Tomonidan barcha O'zbekiston tur firmalari uchun infotur uyushtirilganda har bitta otelni chuqur o'rganib chiqamiz. Undan tashqari ularni ovqatlarini ham yeb ko'ramiz va hozirda biz tur agentlar bilan birgalikda ovqat yeyamiz va hamma o'zi xohlagan narsani shved stovidan tanlab yeb ko'rib, keyingina masalan otelda plus tomonlari bor, xonalari bunaqa, basseynlari bunaqa deb ma'lumot berishadi. Undan tashqari ovqat yeb ko'rib ham fikrlarini aytishadi. Qalay ekan? Zo'r ekan. Chunki masalan otel zo'r bo'lsa-da, ovqat yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. To'g'rimi? Bo'ldi, ovqatingizni yeyvering, sovib qoldi. Meniki ham sovidi, bo'ldi. Есть у нас финик, есть каштан и хурма, которая именно оранжевая, и также идет инжир в шоколаде. Turkiyaga kelgan har bitta sayohatchi albatta uyiga nimadir olishga, shopping qilishga harakat qilishadi va Kushadasidagi savdo markaziga kelishimizdan maqsad narx-navoni o'rganish. To'g'risini aytsam, Toshkent narxlari bilan solishtirsangiz sal narxi qimmatroq. Burger King bor ekan. Men Burger King sevaman. McDonald'sdan ham ko'proq Burger King yoqadi. Haliroq kelamiz. Yengil ekan. Yo'qda ekan 2199 lira. Menga yoqdi. Collins brendi aynan Turkiyada arzon deb aytishadi va hozir haqiqatan narxlarni ko'ryapmiz. Arzonda 249 TL. Mana buni qaragin, menga Voy, men zo'r ekan, mavzu. Maji yur tinchga ketdik, yuring. Ketdik. Butun. Au! Oldim o'zimga kerakli narsalarni. Collins prosta bizda qimmatda. Men anaqa kenayimga ham jins oldim. Xavotir olmang. Bekorga kutmadingiz. Like bosib qo'ydi sizga. Ada, rahmat. Va baraka topinglar, yana qayerga ketyapsizlar? Mangoga kirmoqchiman. Vaykiki topdik, Maji. Birinchi Vaykiki ekan, keyin Mango ekan. Vaykiki ham O'zbekistonga nisbatan arzon deb eshitdim. Ko'ramiz hozir.
uchun spesialni pishirib olib kelishini ko'rib qo'yinglar. Bu nasıl şey yapıyorlar? Abla bu ilk geldiğinde bak sana şöyle göstereyim. Bak buraları taşlıktır bunlar. Aha. Bunlar önce temizleniyor abla. Ondan Aha. sonra bak. Özel küçük meyve bıçakları var ya. Aha. Onunla buradan açılıyor abla bak. Açıyorlar, Tamam tamam. mı? Aha. Bir eti bu tarafta, bir eti bu tarafta. Aha. Pilavı bu tarafına koyuyor. Kaynatıyor bu şekilde koyuyor. Aha. Artık kaynadıktan sonra bu hale alıyor. Allah'ım. Neydi o böyle şey? Görüyor musun abla? Bu şekilde abla. Mışığı. Hiç yedin mi abla? Bak bir tane. Hiç yemedim. İlk Abla kez sizin yiyeceğim. Özbek pilavı var ya. Evet. Onun gibi düşün. Sen Özbek pilavını nereden biliyorsun ya? Ya abla kim bilmez Özbek pilavını. Gerçekten mi? Özbek pilavını tadına Meşhur değil baktın mi mı abla? hiç? Yemedim ama biliyorum yani şeyinden. Nasıl oluyor? O'zbek bo'lsa kerak bu ya. Baharatlı değil mi Özbek pilavı abla? Baharat eklemiyoruz. Bir bak tadına ya. Korkma biraz daha limon. Allah'ım. Bu çiğ değil. Yo haşlanmış abla korkma. Haşlanmış. Öyle Ay. sushi gibi falan değil. Sushi gibi. Değil onun gibi Aman da değil. yiyeyim, Tamam. tamam. Bir arada bar yediremiz. At abla ağzına. Korkma ya abla. Bismillah. Çok güzel. Abla kötü bir tadı yok. Ama ben şey başka bir yerde yemiştim de o birazcık Şimdi abla çiğ bu de. Şeyine göre değişiyor mesela. Hayır bir tane yeter bence. Bir tane daha ye ya. Böyle beğendiğini anlasın yine tamam mı? Yine birazcık limon ekler misin? Tabii tabii. Nima mazza kelyapti? Yeter bence. Nima mazza kelyapti? Teşekkürler. Tovuga o'xshayapti. Tovuga? Birinchi marta yeganimda qanaqadir xomildek. Bitta chaynaganimda og'zimga Buyur как abi. будто dengiz suvi kirib ketgandek bo'lgan. Keyin yog'maganman. Bo'lgan. A bu прям pishganda. Такой tovuqni Hali mazasi. yeb ko'rmaganman lekin. Bismillahirrohmanirrohim. Desang yoqib qoldi. Bir paket yuborasizmi? Mana shuni hammasini oldim. Güzel. Beğendim. Teşekkürler. Qalay? Turkiyaga borgan. Yaxshi. Yaxshi Menga nima? yoqdi. Amanda. Amanda yoqmadim, bo'tda yedim. Zo'r, mana bunaqa dengiz bo'yida aylanishi o'zini qanaqadir gashti bor. Duboy odamga tavsiya etamiz. Duboy odamga emas, вообще hamma imkoniyati bor bo'lsa, albatta sayohat qilish kerak. Sayohatda gap ko'p. Odamning dunyoqarashi o'zgaradi, fikrlashi o'zgaradi.
Alina shu yerda bo'lsa kerak. Housekeeping. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bizga bungalow nomer berishdi. Menimcha bu bungalow nomerida maksimum 2+2 yashashi mumkin. Bu xonamizni как гостиный. Kechki payt shirinliklar yoki popkorn olib televizor ko'rish mumkin. Undan tashqari har xil shkaflari bor. Mana bu yerda shkaflarda, ya'ni ichkarida Astagfirullah. Nargiz nima qilyapsiz? Men siz Grimda tanimadim. Agar kiyimlaringizni himchistkaga bermoqchi bo'lsangiz, bu yerda himchistkaga topshirish uchun paketlar ham qo'yilgan. Xonada mini bar bor. Minibarda faqatgina suv ekan. Undan tashqari bu yerda kofe, choy, gigiyenik vositalar bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Agar yana qanaqadir narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, resepsiyonga telefon qilgan holda to'liqroq olish imkoni bor. Masalan, agar shampuningiz qolmagan bo'lishi mumkin. Oldin alohida kichkina idishlarda qilishardi. Hozir ekonom qilish maqsadida har bitta otel vannaxonasida bunaqa dozatorlar qo'yilgan. Bu esa spalni 2 kishilik. Ko'rib turganingizdek, juda ham qulay qilib yaratilgan. Xona ham yorug', ikkita dona oynasi bor. Agar yorug'lik yetishmaydigan bo'lsa, bundoq qilib ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kushadasidagi noodatiy tarzda qurilgan va dizayni bilan ajralib turadigan otellardan biridamiz. Bu Karizma oteli va eng qiziqtirgan joyi mani manzarasi, ikkinchisi esa bu otelda Starbucks bor ekan.
say what I mean, and everywhere I go is the wrong place to be. I think I should go home, but I don't know where it is. Bring me back to me. Bring me back to me. Bring me back to me. It's making me feel so weak. It's making me feel so weak. Hozir bizni Karizma otelini Corner Suite Sea View xonasidamiz. Xonaga gap yo'q. Otel all inclusive sistemasida ishlaydi. Bitta dona a la carte restorani bor va unga kirish pulli. Har qancha yashasangiz ham a la carte restorani pulli ekan. U yerda more produkti, go'shtdan qilingan har xil steak, shunga o'xshagan istalgan ovqatlarni topishingiz mumkin menyudan. Undan tashqari xonalarda har bitta xonada dazmol, minibar bor, minibar pulli. Qushadasida ko'p otellarda seyf ham pulli ekan, bu otelda seyfga narsalarni qo'yish bepul ekan. Karizma otelida all inclusive pitaniyasi yo'q ekan, faqatgina HB yoki zavtrak asosida bu otelda yashash mumkin. Sababi oteldan 200 metr uzoqlikda Charshi degan joy bor ekan. U yerda har xil ovqatlanadigan restoran, kafelar ko'pligi sababli otelda faqatgina HB pitaniya qo'yishgan ekan. Otel 2 mahal ovqatlanish sistemasida ishlagani bilan ba'zi bir nyuanslari bor ekan. Masalan, ertalab zavtrak paytida choy, kofe, suv tekin ekan. Boshqa paytlarda ushbu napitkalar pulli, faqatgina suv tekin ekan. Что это за ящики? Это ящики для хранения алкоголя. Если вы вчера вечером пришли, но не смогли закончить свою бутылку рака, она будет в сохранности вас здесь ждать, будет указано ваше имя, вы забираете ключ и на следующий день или в течение времени можете прийти и допить свое рака.
Teşekkürler. Hozir men Karizma otelini Starbucks burchagidaman va Starbucks istagan paytingizda kelib ichishingiz mumkin bo'ladi. Bilasizlar, bu dunyoga mashhur bo'lgan brendlardan biri va otelda yashovchi barcha turistlar ushbu qahvadan ichishlari mumkin, ammo pulli. Agar yoningizda mabodo pulingiz yo'q bo'lsa, xonani nomerini aytsangiz, ular yozib qo'yishadi va oteldan check-out, ya'ni chiqish qilayotganingizda oplata qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari ular nalichniy, ya'ni naqd pul olishmas ekan, faqatgina karta orqali to'lov qabul qilishar ekan. Fantaziya otelidamiz. Ushbu otel aynan oilaviy dam olish uchun judayam to'g'ri keladigan otellardan biri deb hisoblayman. Chunki bu otelda akvapark bor ekan. Akvaparkka tashqaridan keladigan odamlarni ham qabul qilishar ekan. Otelda yashaydiganlar uchun akvaparkka kirish tekin, faqatgina ovqatlanish ichkarisida pulli bo'lar ekan. Agar istovchilar bo'lsa, pul ishlatishni xohlamasa, otel restoranlarida ovqatlanib, yana qaytib akvaparkka kirib foydalanish mumkin bo'ladi. Bularda главный restoran bor, ichkarida asosiy zdaniyada. Obed bo'lsa, mana shu Pearl restoranida bo'lar ekan.
akvapark Yevropa bo'yicha 10-o'rinda, Turkiya ichida esa 4-o'rinda turar ekan. Ushbu akvaparkda 33 ta gorka bor ekan. Aziz do'stlar, va nihoyat men kutgan ekskursiya boshlandi va bu ekskursiyani boshchiligida kemani eng boshida men sizga ketyapman. Bu shunaqa kayfiyat ko'taradigan, emotsiya beradigan ekskursiyaki, har bitta odam Qush adasiga kelganda aynan dengiz sayohatiga chiqishini maslahat beraman. Sababi bilasizlar, dengiz odamni g'uborini oladi. Hammaga easy booking tavsiya qiladi. Yaxta bo'ylab sayohatga chiqqanimizda menga bizani yo'lboshchimiz aytdilarki, biza 5 ta ostanovka qilar ekanmiz. Ya'ni hozirgi to'xtagan joyimiz bu O'zdiri qishlog'i ekan. Bu yerga mashinada kelib bo'lmas ekan, faqatgina yaxtalarda kelish mumkin ekan. Sababi bu yerda eng sokin suv va eng toza suv hisoblanar ekan. Bu yerda to'xtab istovchilar hattoki cho'milishlari mumkin. Demak, birinchi to'xtagan joyimiz bu O'zdiri ostanovkasi. Bu yerda inson oyog'i tegmagan joyda bekorga yetishmas ekan, chunki yurish juda ham qiyin agar oyog'ingizda maxsus oyoq kiyim bo'lmasa. Ammo manzaraga, ko'rinishga gap yo'q. Azizlar, men hozir Yigitbek bilan turibman. Bular bizani hamkorimiz bo'ladilar va Qush adasi nima sababdan Qush adasi deb nomlanishiga nima sabab bo'lganini o'zlari aytib beradilar. Yigitbek, merhaba. Merhaba. Ben sizden sormak istiyordum. Neden Qush adası deyiliyor? Evet, burada arkamızda gördüğümüz kalenin ismi Güvercinada Kalesi. Burası yıllar önce inşa edilmiş ve ticaret gemilerinin burada uğradığı ve güvenlik amacıyla yapılan bir kaledir. O zamanlarda da bütün o kuşlar buradan göç ettiği için adını buradan alıyor, Güvercinada Kalesi. Şehirde Kuşadası olarak adı geliyor. Hangi kuşlar? Martin mı? Yani birçok kuş türü geçiyor aslında, tam tek tek şu anda isim olarak bilmiyorum ama o zamanlarda Güvercin Kalesi olarak buraya yapmış. Daha çok güvercinlerin göç ettiği için Güvercinada denmiş. Daha sonra da şehir Kuşadası adını almış. Böylelikle.
Orqamizda turgan qal'a hozirgi kunda muzey sifatida o'z faoliyatini olib borar ekan. Bu yerda har xil dengizchilarni qurollari, shunga o'xshash eksponatlari saqlanar ekan va muzey qilib ko'rsatilgan va hozirgi paytda muzey sifatida o'z faoliyatini olib boradi. Aslida bu joy kichkinagina orolcha bo'lgan ekan va bu yerda ko'plab qushlar yig'ilgan ekan. Shu sababdan qushlar oroli deb bu shahar nomlanar ekan. Ya'ni qush, ada bu orol, qushlar oroli deb Qushadasi shunaqa nom olgan ekan. Teşekkürler. Rica ederim. Azizlar, Qush adasiga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xulosa qilib aytamanki, Qush adasi sizni ham o'ziga sehrlab qo'yadi. Bunga 3 ta sabab bor. Toza havo, Egey dengizini suvlari va albatta yashillik. Aynan shu kurort shahriga kelishingizni maslahat beraman. Albatta sayohat qiling. Balki dunyoning qaysidir burchagida ko'rishib qolarmiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.